Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya tartibida yangicha yondashuv bo'yicha qaror qabul qilindi va bu o'zgarish nafaqat hozir pensiya olayotgan fuqarolarga, balki hali ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga taalluqli. Ko'pchilik bir savolni beryapti. Endi pensiya qanday hisoblanadi? Kimning puli oshadi? Kim hujjatlarni qayta tekshirtirish kerak? Kim esa hozircha xavotir olmasa ham bo'ladi? Men bugun aynan shu savollarga oddiy, tushunarli va amaliy tilda javob beraman. Ma'lumot siz uchun juda zarur, chunki bitta yetishmagan hujjat, bitta noto'g'ri kiritilgan ish staji yoki bitta tasdiqlanmagan davr kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval pensiya masalasida odamlar ko'p hollarda qog'oz hujjatlarga, mehnat daftarchasiga, arxiv ma'lumotnomalarga va turli tashkilotlardan olinadigan tasdiqlovchi hujjatlarga bog'lanib qolardi. Masalan, fuqaro 30 yil ishlagan bo'lsa ham, agar uning mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar noto'g'ri bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, muhr xira tushgan bo'lsa yoki korxona allaqachon tugatilgan bo'lsa, o'sha yillarni tasdiqlash ancha qiyinlashardi. Natijada odam haqiqatan ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida ayrim yillar inobatga olinmay qolishi mumkin edi. Endi esa asosiy yo'nalish shundan iboratki, pensiya tizimi bosqichma-bosqich raqamli ma'lumotlarga, rasmiy bazalarga, ish staji va ish haqi bo'yicha elektron qaydlarga ko'proq tayanadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat organlaridan iloji boricha kamroq qog'oz talab qilishi, kerakli ma'lumotlarni o'zaro axborot almashinuvi orqali tekshirishi va pensiya tayinlash jarayonini ancha shaffof qilishga intiladi. Lekin bu yerda bitta muhim nuqta bor. Raqamli tizim yaxshi ishlashi uchun sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Agar ma'lumot bazada yo'q bo'lsa yoki noto'g'ri bo'lsa, o'z-o'zidan to'g'rilanib qolmaydi. Fuqaro sifatida siz ham oldindan tekshirishingiz kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz kerak. Oldin odam pensiyaga chiqish yoshiga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlardi. Ko'p hollarda u vaqtda kech bo'lardi, arxiv uzoqda. Eski tashkilot yopilgan, ma'lumot topish qiyin, rahbarlar almashgan, hujjatlar saqlanmagan. Endi yangi yondashuvda har bir odam o'z mehnat faoliyati, rasmiy ish joylari to'langan badallar, ish haqi va staj masalasini oldindan nazorat qilib borish kerak. Men buni oddiy qilib aytaman. Pensiya masalasi pensiyaga chiqadigan kuni boshlanmaydi. U siz 1-martda rasmiy ishga kirgan kundan boshlanadi. Endi kimlar bu o'zgarishlarga alohida e'tibor berishi kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa shunchaki ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysa yetarli bo'ladi. Shu haqda batafsil gaplashamiz. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 28-29 yoshga kirgan bo'lsa yoki ayol kishi 23-24 yosh atrofida bo'lsa, u pensiya hujjatlarini oxirgi oyga qoldirmasligi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam men 35 yil ishlaganman, muammo bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 1994 yildan 1908 yilgacha bo'lgan davr bo'yicha hujjat to'liq emasligi aniqlanadi. Yoki 2020 yildagi ish joyi mehnat daftarchasiga yozilgan, lekin buyruq raqami noto'g'ri. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar fuqaro buni oldindan bilsa, arxivga boradi, ma'lumotnoma oladi, xatoni tuzatadi. Agar oxirgi kuni bilsa, pensiya tayinlash cho'ziladi yoki miqdor vaqtincha kutilgandan kam chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh ko'p joyda ishlagan fuqarolar. Masalan, bir odam 1998 yilda zavodda ishlagan, 1995 yilda fermer xo'jaligiga o'tgan, 2003 yilda xususiy korxonada ishlagan, 2010 yildan keyin yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. Bunday odamning ish staji turli manbalarda turlicha qayd etilgan bo'lishi mumkin. Eski davr mehnat daftarchasida, yangi davr soliq va badal ma'lumotlarida, tadbirkorlik davri esa alohida to'lovlar orqali ko'rinadi. Agar bir davrda majburiy to'lovlar amalga oshmagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobida to'liq aks etmasligi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar men ishlaganman degan gap bilan cheklanmasligi kerak. Muhim savol, o'sha ishlagan davringiz rasmiy tasdiqlanmi? 3-guruh. Norasmiy ishlagan yoki ish haqi konvertda berilgan fuqarolar. Bu eng og'riqli masala. Masalan, odam 10 yil qurilishda ishlagan, har oy 1 million so'm olgan. Lekin rasmiy hujjatda u umuman ishchi sifatida ko'rsatilmagan yoki eng kam ish haqi bilan rasmiylashtirilgan.
Pensiya hisobida esa og'zaki kelishuv emas, rasmiy ma'lumot muhim. Agar ish beruvchi badal to'lamagan, daromadni yashirgan bo'lsa, fuqaro bugun ko'proq pul olgandek tuyulgan bo'lishi mumkin, lekin ertaga pensiya miqdorida zarar ko'radi. Men har doim aytaman, norasmiy ish haqi bugungi kunda qulay ko'rinadi, lekin pensiya, kredit, kasallik varaqasi, mehnat huquqi va ijtimoiy himoya masalasida odamni zaif holatga tushiradi. 4-guruh bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, nogiron farzand parvarishi yoki boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega davrlari bo'lgan fuqarolar. Bunday davrlarning ayrimlari qonunchilikda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Lekin ular ham hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, ayol kishi farzandlari tug'ilgani sababli bir necha yil ishlamagan bo'lsa, bu davrning qaysi qismi stajga olinishi, qanday hujjatlar talab qilinishi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar, ta'til ma'lumotlari bor yo'qligi tekshiriladi. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, fuqaro o'z huquqidan foydalanadi. Agar hujjatlar yo'q bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Endi oddiy raqamli misol keltiraman. Tasavvur qiling, 2 fuqaro bor. Birinchi fuqaro 30 yil rasmiy ishlagan, ish haqi doim qonuniy ko'rsatilgan, barcha badallar to'langan. Ikkinchi fuqaro ham 2000 yil ishlagan, lekin shundan 12 yil norasmiy bo'lgan. 8 yilida esa rasmiy ish haqi juda past ko'rsatilgan. Hayotda ikkalasi ham bir xil mehnat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisobida ularning natijasi bir xil chiqmaydi. Chunki tizim insonning niyatini emas, hujjat va rasmiy ma'lumotni ko'radi. Shu sababli yangi tartibning asosiy xabari bitta. Ish staji va daromadni hozirdan rasmiylashtirib boring. Yana bir misol. Ayol kishi 25 yil maktabda ishlagan, keyin 5 yil uyda farzand parvarishi bilan shug'ullangan, keyin yana bog'chada ishlagan. Agar uning mehnat daftarchasida maktabdan bo'shagan sanasi, bog'chaga kirgan sanasi, lavozimi va buyruq raqamlari to'g'ri bo'lsa, muammo kam bo'ladi. Lekin agar maktab nomi o'zgargan bo'lsa, eski muhr bilan yangi nom mos kelmasa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun menda mehnat daftarchasi bor degani hamma narsa tayyor degani emas. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar qonuniy va o'qiladigan bo'lishi, sanalar bir-biriga zid kelmasligi, tuzatishlar tasdiqlangan bo'lishi zarur. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz so'nggi yillarda to'liq rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni mehnat shartnomasi asosida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, ish haqingiz to'liq rasmiy ko'rsatilsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimda aks etsa, sizda xavotir kamroq. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men tavsiya qilaman. Yiliga kamida bir marta shaxsiy ma'lumotlaringizni, ish joyingiz, stajingiz va to'lovlar tarixini tekshiring. Bu oddiy odat kelajakda katta muammoning oldini oladi. Endi eng muhim va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Pensiya masalasida eng katta xatolik shuki, odamlar faqat yoshga qaraydi. Men falon yoshga yetdim, demak pensiya tayinlandi deb o'ylaydi. Aslida pensiya uchun yosh bilan birga staj, hujjat, to'lovlar, ish haqi ma'lumotlari va ayrim hollarda alohida shartlar ham ahamiyatli bo'ladi. Yosh faqat eshikni ochadi. Lekin ichkariga kirish uchun hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Birinchi nozik jihat, ish staji bilan sug'urta staji bir xil tushuncha sifatida ko'rilmasligi mumkin. Eski davrda odamning ish staji asosan mehnat daftarchasi orqali tasdiqlangan. Hozir esa rasmiy to'lovlar, elektron shartnomalar, soliq bazasi va boshqa axborotlar muhim rol o'ynaydi. Agar fuqaro qog'ozda ishlagan ko'rinsa-yu, lekin ma'lum davrda to'lovlar bo'yicha savol tug'ilsa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Shu bois eski hujjatlar bilan yangi elektron ma'lumotlar o'rtasida farq bo'lsa, uni oldindan bartaraf qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan holatlar. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Masalan, qiz familiyasi bilan 10 yil ishlagan, turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan. Keyin yangi familiya bilan yana 20 yil ishlagan. Agar nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat yoki tegishli ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, eski davrni aynan shu shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash kerak bo'ladi. Ba'zan bitta harf xatosi ham muammo chiqaradi. Pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova emas, boshqa imlo bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarda ism-sharif mosligini tekshirish zarur. Uchinchi nozik jihat, korxona tugatilgan bo'lsa, ma'lumot qayerdan olinadi? Ko'pchilik korxona yopilgan, endi bo'ldi, stajim kuyadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas.
tugatilgan tashkilotlarning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Siz tuman yoki shahar arxiviga tegishli yuqori tashkilotga ayrim hollarda sudga yoki vakolatli organga murojaat qilib ishlagan davringizni tasdiqlashingiz mumkin. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishga 2-3 oy qolganda emas, kamida 1 yil oldin tekshirgan ma'qul. 4-nozik jihat chet elda ishlagan davr. Bugun ko'plab fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Chet eldagi ish davri pensiya hisobida qanday ko'rilishi alohida tartib, xalqaro kelishuvlar. To'langan badallar va hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, bu davrni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Agar rasmiy shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hujjatlar bo'lsa, vaziyat boshqacha. Men bunday fuqarolarga alohida maslahat beraman. Chet elda ishlayotgan paytingizda hujjatlarni yig'ing. Keyin yillar o'tib ish beruvchini topish, arxivdan ma'lumot olish. Tarjima va tasdiq masalalarini hal qilish ancha qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat. Pensioner ishlashda davom etsa nima bo'ladi? Ko'pchilik pensiyaga chiqsam, ishlasam bo'ladimi? Pensiyam kamayadimi? Qayta hisob-kitob qilinadimi deb so'raydi. Bu savollarga javob amaldagi tartibga bog'liq, lekin umumiy qoida shuki, ishlayotgan pensioner ham rasmiy ishlash kerak. Ish haqi va to'lovlar tartibli ko'rsatilishi kerak. Ayrim holatlarda qo'shimcha staj yoki daromad keyingi qayta hisoblashda ahamiyat kasb qilishi mumkin. Shuning uchun pensioner bo'lgandan keyin ham endi menga farqi yo'q deyish to'g'ri emas. Rasmiy ishlash ijtimoiy himoyani kuchaytiradi. 6-nozik jihat eng kam talablar. Har bir pensiya turi uchun muayyan minimal shartlar bo'ladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa masalalari bir xil emas. Masalan, odam yoshga to'lgan bo'lishi mumkin, lekin zarur staj yetmasa, unga boshqa turdagi to'lov yoki nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga tegishli holatni aniq bilish kerak. Qo'shningizga tayinlangan tartib sizga ham aynan shunday qo'llanadi deb xulosa qilish xato. 7-nozik jihat. Pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Odamlar ko'pincha men darda yil ishlaganman, demak juda katta pensiya olaman deb o'ylaydi. Albatta, staj muhim, lekin ish haqi miqdori, rasmiy daromad hisoblash davri, qonunchilikdagi koeffitsiyentlar va boshqa omillar ham ta'sir qiladi. Masalan, 35 yil ishlagan ikki odamning pensiyasi farq qilishi mumkin. Chunki biri yuqori rasmiy maosh olgan, ikkinchisining maoshi esa past ko'rsatilgan. Shu sababli pensiya rejalashtirishda necha yil ishladim degan savol bilan birga qanday rasmiy maosh bilan ishladim degan savol ham muhim. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqich tushuntiraman. Avvalo shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHR tug'ilganlik sanasi, familiya, ism va otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilganini tekshiring. Agar turmush qurish, ajrashish yoki familiya o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni alohida saqlang. Bular oddiy ko'rinadi, lekin pensiya ishida aynan shu hujjatlar eski va yangi ma'lumotlarni bog'lab beradi. Keyin mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ishga kirgan va bo'shagan sana aniqmi? Buyruq raqamlari bormi? Korxona nomi to'liq yozilganmi? Lavozim ko'rsatilganmi? Muhr va imzo bormi? Tuzatishlar qonuniy tasdiqlanganmi? Shularni ko'rib chiqing. Agar mehnat daftarchasida xira yozuv, tushunarsiz sana, noto'g'ri ism yoki muhr muammosi bo'lsa, hozirdanoq aniqlik kiriting. Ish joyi faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. 3-qadam. Rasmiy ish staji va to'lovlaringizni elektron tizimlarda tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasi tizimlari, soliq organlari yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot olish mumkin. Sizning vazifangiz bitta, tizimda ko'rinayotgan ma'lumot bilan real hayotingiz mos keladimi? Masalan, siz 2015 yildan 2020 yilgacha bir korxonada ishlagan bo'lsangiz, elektron bazada ham shu davr aks etishi kerak. Agar ayrim oylar yo'q bo'lsa, sababini aniqlash kerak. Ish beruvchi ma'lumot kiritmaganmi? To'lov bo'lmaganmi? Texnik xatolikmi yoki siz norasmiy ishlaganmisiz? 4-qadam. Ish beruvchidan ma'lumotlarni talab qiling. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, lavozimingiz,
ishga qabul qilingan sana, ish haqi va to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tartibli yuritilayotganini so'rang. Bu sizning huquqingiz. Ayniqsa xususiy sektorda ishlayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ba'zi ish beruvchilar xodimga hammasi joyida deydi, lekin amalda ish haqi past ko'rsatilgan bo'ladi. Siz og'zaki va'daga emas, rasmiy qaydga tayaning. 5-qadam. Arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling. Agar siz Sovet davrida 1990-yillarda yoki 2000-yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, ayniqsa korxona hozir mavjud bo'lmasa, arxivga murojaat qiling. Murojaatda ishlagan korxona nomini, taxminiy yillarni, lavozimingizni, bo'lim yoki sex nomini, o'sha paytdagi familiyangizni aniq yozing. Qancha aniq yozsangiz, arxiv xodimlari hujjatni shuncha oson topadi. Agar qo'lingizda eski ma'lumotnoma, buyruq nusxasi, ish haqi varaqasi, kasaba uyushmasi bileti yoki boshqa tasdiqlovchi qog'oz bo'lsa, nusxasini ilova qiling. 6-qadam farzandlar, harbiy xizmat, o'qish va boshqa davrlar bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Harbiy xizmat bo'lgan bo'lsa, harbiy biletni tekshiring. Farzand parvarish davrlari bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Oliy ta'lim yoki maxsus o'qish davrlari ayrim holatlarda ahamiyatli bo'lsa, diplom, arxiv ma'lumotnomasi yoki ta'lim muassasasidan tasdiq kerak bo'ladi. Bu hujjatlarning hammasini bitta papkaga jamlang. Men doim aytaman. Pensiya papkasi bo'lishi kerak. Unda shaxsiy hujjatlar, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv javoblari, ish joyi ma'lumotnomalari, oilaviy holat hujjatlari tartib bilan saqlansin. 7-qadam. Agar xato topsangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan masala ko'pincha cho'ziladi. Davlat xizmatlari markaziga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, ish beruvchiga yoki arxivga murojaat qilganda yozma shaklida murojaat qiling va javob raqamini saqlang. Murojaatda mening falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim elektron bazada aks etmagan. Ushbu davrni tekshirib, qonuniy tartibda ma'lumot kiritishingizni so'rayman kabi aniq mazmun bo'lishi kerak. Hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Sana, korxona nomi, lavozim, hujjat nusxalari. 8-qadam. Pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mavjud hujjatlaringiz bo'yicha dastlabki tekshiruvdan o'ting. Menga yana qanday hujjat kerak deb so'rang. Maslahatni yozib oling. Agar xodim qo'shimcha hujjat aytsa, qaysi davr uchun, nima sababdan va qayerdan olinishi kerakligini aniqlashtiring. Bu sizni keyingi yugur-yugurlardan qutqaradi. 9-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Bugun ish beruvchi sizga rasmiylashtirmasa ham bo'ladi. Qo'lingizga ko'proq pul beraman desa, ertangi pensiyangizdan, mehnat huquqingizdan va ijtimoiy kafolatingizdan voz kechayotgan bo'lishingiz mumkin. Men fuqarolarga shuni qat'iy tavsiya qilaman. Ish shartnomasi talab qiling, ish haqingiz rasmiy ko'rsatilishini so'rang. To'lovlar amalga oshayotganini tekshiring. Bu faqat pensiya uchun emas, kasallik, mehnat nizosi, kredit olish, subsidiya va boshqa ko'plab masalalar uchun ham zarur. 10-qadam. Pensioner bo'lsangiz ham pensiya miqdorini tekshirtiring. Ba'zan ilgari hisobga olinmagan staj yoki yangi tasdiqlangan hujjat asosida qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, shunchaki shikoyat qilish emas, aniq hujjat bilan murojaat qilish kerak. Men ko'p ishlaganman degan gap yetarli emas. Men 1996 yil 1-sentyabrdan 1992 yil 15 iyungacha falon korxonada, falon lavozimda ishlaganman. Arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi deb yozsangiz, murojaat kuchli bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, har bir hujjatning nusxasini oling va elektron ko'rinishda ham saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'yish mumkin. Lekin undan ham yaxshisi skaner qilingan nusxalarni alohida papkada saqlash. Hujjat yo'qolsa, nusxa keyin uni tiklashda yordam beradi. Ayniqsa arxiv ma'lumotnomasi, eski mehnat daftarchasi sahifalari, nikoh guvohnomasi va harbiy bilet nusxalari juda muhim. Men yana bitta hayotiy vaziyatni aytaman. Fuqaro pensiya chiqish uchun murojaat qiladi, lekin 7 yil ish staji tasdiqlanmaydi. U o'sha yillarda zavodda ishlagan, lekin zavod yopilgan. Agar u oldindan arxivdan ma'lumot olganda, masala tez hal bo'lardi. Lekin u buni pensiyaga chiqish vaqtida biladi. Arxiv javobi bir necha hafta, ba'zan undan ham ko'proq vaqt oladi. Natijada odam asabiylashadi, idorama-idora yuradi. Pensiya miqdori bo'yicha noaniqlik paydo bo'ladi. Shunday vaziyatga tushmaslik uchun hozirdan tekshirish kerak. Yana bir vaziyat.
xususiy korxonada ishlagan ayolga ish beruvchi 5 million so'm maosh berib kelgan. Lekin rasmiy hujjatda 2 million so'm ko'rsatilgan. U buni vaqtida tekshirmagan. Pensiya hisobida esa rasmiy ma'lumot asos bo'ladi. Shunda fuqaro men aslida ko'proq olardim desa ham buni isbotlash qiyin. Shuning uchun har oy olgan pulingiz bilan rasmiy maoshingiz mos kelishini tekshirish muhim. Pensiya tizimi og'zaki kelishuvni emas. Qonuniy hujjatni tan oladi. Yangi yondashuvning foydali tomoni ham bor. Agar ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengillashadi. Odam har bir idoraga alohida yugurmaydi. Davlat organlari ma'lumotni o'zaro tekshiradi. Hujjatlar soni kamayadi. Inson omili qisqaradi. Bu shaffoflikni oshiradi. Lekin tizimning foydasini ko'rish uchun fuqaroning ma'lumotlari ham tartibli bo'lishi shart. Ya'ni yangi tartib sizga yordam beradi. Lekin siz ham o'z hujjatingizga befarq bo'lmasligingiz kerak. Kimlar uchun bu o'zgarish ayniqsa yaxshi? Rasmiy ishlagan, ma'lumotlari elektron tizimda to'liq aks etgan. Ish haqi qonuniy ko'rsatilgan fuqarolar uchun. Chunki ularning hujjat isbotlash yuki kamayadi. Kimlar uchun xavf bor? Norasmiy ishlaganlar, hujjatlari yo'qolganlar, eski korxonalarda ishlagan. Lekin arxiv ma'lumotlarini olmaganlar, ism, familiya hujjatlarida farq bo'lganlar, chet elda norasmiy ishlaganlar uchun. Bu xavf degani pensiya berilmaydi degani emas, bu oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak degani. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya endi yanada ko'proq tartib, rasmiylik va elektron ma'lumotlarga bog'lanmoqda. Kimning ish staji, ish haqi va hujjatlari to'g'ri bo'lsa, u odam uchun jarayon yengilroq bo'ladi. Kim hujjatlarni e'tiborsiz qoldirgan bo'lsa, hozirdan tekshirish kerak. Pensiya bu faqat keksalikdagi to'lov emas, bu butun umr davomida rasmiy mehnat qilganingizning natijasidir. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq mehnat daftarchangizni ko'ring, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring, ish beruvchidan rasmiy qaydlarni so'rang, eski ish joylari bo'yicha arxiv hujjatlarini yig'ing. Xatolar bo'lsa yozma murojaat qiling. Buni pensiyaga chiqish kuniga qoldirmang. 1 soatlik tekshiruv keyinchalik o'ylab yurishning oldini olishi mumkin. Sizningcha yangi pensiya tartibi odamlarga yengillik beradimi yoki aksincha? Hujjati to'liq bo'lmagan fuqarolar uchun qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ish staji va huquqiy masalalarni yana oddiy va tushunarli tilda tushuntirishda davom etaman.